Okay, GM babi yaxshi debdi, trekker olib oqib yursam nima deysiz? Yaxshi mashina-yu. Qachongacha GM mashinalar zo'r deb trekker olib o'zlari xuddi gelibda yurgandek his qilmoqchilar. 3 ta variant ko'rsataman trekker o'rniga. Trekkerga qaragisi kelmay qoladi. Ko'ringlar aka. Birinchisi SVM G03 gibrid motor. Bor yo'g'i 4-5 litr rasxod qiladi. Uning ustiga oilaviy 7 kishilik. Multi rul, 3 xil rejim, eko, normal sport, to'laqonli koja, lyuk. Orqa qator kapitanskiy, to'rga bola chaqalarni ortib olib, любой joyga ketaverasiz. Bunisi G05 Pro. Ko'rinishi BMW animatsiyasini beradi. Ishoning, buni hadovoy shunaqangi yumshoq, trekkerdan bunga o'tganingizda bulutda xuddi oqib ketayotgandek his qilasiz o'zingizni. Bunisi G01 sportivniy ko'rinishga ega restyling modelimiz. Polniy black piano qilingan. Zavodskoy video registrator bilan chiqqan. Salonni qarang, xolisiz qora, xolisiz oq rangingiz bor. 100% o'zgargan. Multi rul, kattagina monitor. Hamma funksiyani bitta monitordan boshqarib ketaverasiz. Ortiqcha knopkalari yo'q. Besprovодной zaryadka, ikkita old o'rindiqlarimiz ham isiydi, ham soviydi. Kattagina panorama tom. 9 ta kolonka bor. Bonusiga zavodskoy subwooferi bor. Shundan keyin ham trekker zo'r deydigan bo'lsangiz, odam emas ekansiz. Narx qiziqmi? Kommentariyada plyus qoldiring. Bu videoni trekkeri bor yoki trekker olmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga shunday jo'natib qo'ying.